Barchaga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Arty Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan bugun xudo xolasa mana bitta emas, ikkita GLS 450 olib chiqqanmiz, Mercedes-Benz. Xudo xolasa buni mana dokumentlari ham deyarli tayyor. Bugun erta marsosini qilib, tezroq ko'p vaqt kuttirmasdan yuklab jo'natib yuboramiz. Bunisi biroz kutib turishiga to'g'ri keladi. Keyingi haftalarga nasib buni ham hujjatlarini jo'natib yuboramiz. Mashina ikkalasi ham bir xil pozitsiyada, qora salon, 22 diska Continental balonlari taqilgan holatda turibdi. Sizlarga hozir mana bittasini ochib, ichlarini ham ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga mana shunaqa mashinalar nasib qilsin. Xo'p, mana abdef abagrifflari bor, massajli kontrollari bor, to'liq panoramli tom. Mana orqalari, hali sarafallari mana korobkalarigacha turibdi. Xudo xolasa egalariga nasib qilsin, buyursin. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol bizga Arty Motors kompaniyasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Janubiy Koreyadan arzon, ya'ni qulay narxlarda sizlarga yetkazib beramiz. Mana xudo xolasa ikkita tez orada O'zbekistonga Arty Motors kompaniyasidan jo'nab ketadi.